Komil opa, ko'p energetik ichaman. Buna qanchalik zarari bor? Juda katta zararlari bor siz uchun, ayniqsa hayotiy muhim organlaringiz, miya, yurak, buyrak, jigar a'zolaringiz jiddiy zararlanadi. O'zi bu energetiklarni zarari o'sha organlarni zo'riqtirib ishlatishda. Ya'ni o'sha shundoq ham charchab turgan organ, ularni siz uyg'otyapsiz. O'zi ular dam olish kerak bo'ldi, kundalik ishini qilib bo'ldi. Bu, конечно, ulardagi moddalar almashinuvini buzib yuboradi. Holat, organizmdagi hammasi passivlashib boradi. Kun, tun almashinib qolgandan keyin, mana shu moddalar almashinuvi izdan chiqqandan keyin уже kasalliklar rivojlana boshlaydi. Xoh u bizni oshqozonchilik sistemasida bo'lsin, xoh yuqoridagi boshqa muhim organlaringizda. Oqibatida buni demak oshqozonni rakini ko'p kuzatganmiz patsientlar orasida. Bizning praktikamizda ham o'tgan yilda bitta kuzatildi. Именно shu 5 ta 8 ta butilkagacha ichadigan patsientda rak, уже rak. Shikoyati oddiy, og'riq shikoyati и ozgina ozgan. Tekshirsak rak. Bunaqangi holatda operatsiya ham yordam bermasligi mumkin. Уже holat ancha chigallashib ketgan bo'lsa, kimyoterapiyalar ham bu yerda ipishomay qoladi desak ham bo'ladi. Ushbu videoni aynan uyqu rejimi buzilgan va charchoqdan qutulish uchun energetik ichadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.